Yok onangin gör kızımmi? O'z bilan onasini indiraman. Taksimi aka, narigi mahallagacha tashab qo'yamiz ani. O'tiringlar. Kim bu? Kim kerak, boboy? Qizim bo'la. Bu siz yigitdingiz, ha? Yo'q, просто tanishim. Tushunarli. Bo'lmasa ketdik Makkapoyanikiga. Nima qilamiz Makkapoyada? Bu yoqda odam o'zi hech kim bilmaydi-da. Shuning uchun shu yerga boramiz hozir. O'g'lim, nima ish qilasizsiz siz? Qaynotam pul yashayman. Qaynotangiz xabari bormi bu narsalardan? Bo'lsa kerak, men qattan bilaman, men bundan so'rayman. Orzungiz bormi bu hayotda bironta? O'limizdan oldin endi bir so'rayapman-da. Orzuyim qaynotam mana shunday qilib o'tirish yelkasi. Orzungizga yetishdingiz bacham. Orzungizga yetishdingiz. Tushunmadim. Yo'q, hozir tushuntiraman. Makkapoyga boraylik hozir. Bo'tga nimaga keldik, boboy? Hech kim ko'rmaydi-da bu yerda, shuning uchun keldik bu yerga. Zash o'zingizdan ketyapsiz, boboy. Mana shu kishi mani dadam. Endi yetib bordimi? Asalim? O'ycha tashamisiz? Ha, patsan, nima bo'lyapti senga? Taqqa oyoq qo'ymoqchi eding. Hazillashdingda. Ana bu nuqtaga kel. Nuqtaga kel. Ona inanma gör. Televizorum boydami deymi? To'xtachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum rasbo. Opani bosdi. Tahorat olib yotay dedimi? Ha, ona inanma gullarni eri xotin ustalami? Aka. Assalomu alaykum raisbo. Sizni o'xshatdim. Prikol qilmang. Senlar darsingda uyqu bormi? Bir dir qilasan, bir devorni teshasan, bir televizorni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olasanmi? 100%. 100% bitirib berasan, a? Ishtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyam qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda muhabbat shahri boshlang'ich 20% ni to'lab, xonadan xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr rais bu. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunday yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Mana yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap yo zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Bo'pti. Rais bu. Aka, buni lechebniy deyording. Bu davlatlar qildiyu odamni 3 kundan beri yotaman. Onday. Xohlasiz lechebniy dushlarim bor. Qilib beraymi? Hamsa kim paylab o'tiribmiz? Har kuni ana shu yerdan bitta sumsuk pishak o'tibdi. Kimdir muva kelganmi deyman-da. Ana keldi. Ana keldi. Ket. Mana bugun bir sumsuk bir pishagi voqea joyida qo'yla oldik. Isming nima? Ayt. Oshimboy, Pasportdagi oting nima? Oltivoy. Guli kim olib keldi? Sizni olib kelaman aka. Erkak kishiga gul beradilarmi? Erkak kishi gul. O'shana endi so'mkani tintuv qilamiz. Ana bu men endi ishondik. Bizlar olib kelganing bu shkalati. Ikkita ekanda mana. Biri siza, biri menga. Oqini yeysizmi, qarasinimi? Men oqini yeyman. Qarasini men yeyman. Ko'r. Kuchukka olib keldim. Demi? Bu nima bu? Bular kimmi? Jonim amakim qo'yib yuboringlar iltimos. Yo'q. Hey. Kim olib kelding bu nima? Bunga qara qil. Kim olib kelding? To'g'risini. Kim bu nima bu? Faqat to'g'risini aytaman, hech kimga aytmanglar. Biz erkak hech kimga aytmaymiz. Aniq aytmaysizlarmi? Aniq javob. 100%. Ha. Mana. Amaki, sizlarning qishloqlaringizga o'sish kapak dekonlar bor ekan. O'sha kishining qizlarini yaxshi ko'raman. Kafron kiyaman dedi, olib keldim-da. Ma uka. To'xtang. Ha? Uka, nima bo'lishidan qat'iy nazar qochma, qaymi? Nima uchun? Mana buni kiy uka, kiy. Ammo erkak kishi kiymaydi, amaki. Boshingga kiy, boshingga kiy. Nimaga? Ustiga bagana bu. Tamam. Kiy. Pis. Jichikka chop ketishmi deyman-da. Mana sinnayin qulog'imga teyapti. Yana keldik. Tush. To'y boshiga qarab chalamiz.
Menga qarang, kannesini keldimi? Ha, mana kelishdi mana. Onangning kech qolib ketdik-da. Tez ketdik. Kirokani baqajar qilib. Unda qo'yib berlar. Kelinglar. Akalar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shnikida patahali bo'lib qoluvdi. O'shanga kelinni karnesini olib ketib olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar. Sog' bo'ling. Kerak emas, kannesini kerak emas. Ha, X kit chaldi ham. X kit. Chalma. Endi nima deyapti? Yishtingiz yeysan. Yakka qilib chol deyapti. Senator tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti, qochdik. Mahallamiz o'ta go'zal, lutf. Juda ham. Onangni gir. Uni biz urgan kuyov bo'lami? Biz uramiz. Qo'yaqsin chiqaradi. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni uroding o'rtoqlaring bilan bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Men tanimayapsan. Men mahallani Bratan lo'g'asi bo'lim. Opa, lo'g'a, delayet neplохо. O, ashu. O'shlarni taniyapsanmi? Varata mo'ylov. Bir urama, onangni ham giri. Voydot. Mo'yloving teskari qilib qo'yadi. Yo'mga sabata deyapti. Ye. Lutfulla sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Ulg'ayom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashinada yurarkansizlar, balonni lis ekan. Sizlarga 4 dona barshinalar dab kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib, balonlar ham yurib ketvordi, mehmonlar. Yaxshimisiz? Onangiz aytgan bachamanmi? Ojon, topgan yigitiz cho'pga o'xshaydi. Bo'lmaydi bu, tirriq. Marajin cho'be. Sammi men singlima gapirgan? Ha, men. Turishiga qarab tirriq ekaning-ku, men katta gapirasan. Cho'p o'xshaysan, sindirib yotaring o'zlashingni. Sur berdi. Bu kundan siymiraman. Bu kundan siymiraman. Hech kim tirriq deya olmaydi. Ojon, topgan yigitiz bo'lmaydi bu cho'chqa. Dada, shisha nimadan yasaladi? Butilkalari sinig'idan. Shu butilka nimadan yasaladi? Butilka shishadan yasaladi. Oha, shu ikkovi nimadan yasaladi? Bir ish bo'ta yo'qmi deyman, shisha butilka deydi menga. O'g'lim? Yur. Kim? Yur. Ke, menga qara. Uyingga yonibdi. Ismat qo'yini. Men laboratoriyamdachi, o'g'lim shuni kashfiyot yaratdim. Qanaqa kashfiyot? Mana, ko'ryapsanmi? Qara. Soatmi? Bu oddiy soat emas. Bu vaqt oralig'ida sayohat qilsa bo'ladigan soat. Tushunyapsanmi? Bu soat bilan sen dinozavrlar ko'rsang bo'ladi, o'tmishga qaytsang bo'ladi. Ketay. Ishonmayapsanmi? Yarim soat oldin nima qilanding? O'g'lim bilan yer o'rtada o'tiradi. Ketdik, ana shu davra boramiz. Qo'limdan tut. Mana bu? Ha, ko'rdingmi? Men senga aytaman. Astag'firullah. Mana. Hozir biz o'tmishga qaytdikmi? Ha. Uy, bola. Menga qara. Endi biz yangi kashfiyotlar qilsak bo'ladi. Futbolga pul tikamiz. Men bu kashfiyotimdan-chi g'arazli maqsadlarda foydalanmoqchi emasman. Bu bilan men Nobel mukofotini olsam bo'ladi. Tushunyapsanmi, Ismat? Menga qara. Meni o'tmishimga qaytib bilamizmi? Nimaga? 30 yil oldin. Bitta qaytaylik, bir iltimosim bor. Nimaga qaytmoqchisan? Yo'q, o'zimni ko'rmoqchiman. Qilgandim o'shandan. Dadasi menga qizini bermagandi. Tushunyapsanmi bu holatni? Böyle olim qaytamiz. Hozir bu yo'qni ko'rish shart emas. Qaytamiz. Sovunni nima qilib o'tganding? Sovun, ana u.
depressiyadan chiqish uchun kir yuvmoqchi edim. O'shanga kirlar to'plab qo'ygandim. Qaytaylik. U yog'ini ko'rishat emas. Olim, men tushundim seni. O'tmishga qaytib bo'lmay ekan. Mana aytdim-ku. Ha, bo'lmasa kayfiyotingga ehtiyot qil. Men hech kimga aytmayman. Ehtiyot qil, haymi? Ketdim men. Ketanimdan beri bir bel urmabsan, ha? Mana qarang dada, men 18 yoshga to'ldim endi. Xohlasam aytaman, siz ishingizni xohlasam aytmayman. Men endi erkin fuqaroman, tushunyapsizmi meni? Ha? Soating qan? Mana, O'tmishga qaytish kerak. To'yim bo'lgan paytda. nimaga? Bir xato qilgan akanim uchun to'g'rilashim kerak. Yo'q, tarixni o'zgartirish mumkin emas. Olam muvozanati buzilib ketadi. Yo'q, men Xatomni to'g'rilashim kerak. Yo'q. O'rmonni qarash, go'zalligini. Ama men qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? katta ko'cha bilan ketsam emasmidi? Qanaqa katta ko'cha? Nasib yaxshi. Ya qo'yaqlar, qo'rqitishma. Ya Nozimjoncha g'alati emasmi? May ammangni uyiga bor, bu anjan shapalag'i bo'ladi. Nozimjon. Tishnimi do'stim? Opongni. Alijon to'rin skors ko'rib, ziminga qo'ymasang hozir nimadir bo'ladi-da. Ya onasini yapsa zombiga aylanib qoldimi? Opti. Ya onasini yapsa. Ya onasini yapsa burgitni kim tushadi? Real zor. Barsa zor. Real zor. Barsa zor. Kim vur? Bu zombilar